Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzukmisizlar, yaxshigina yuribsizlarmi? Hammanglarga kirib keladigan ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Allohim tutgan ro'zalarimizni qabul aylab, niyatlarimizni ijobat etsin va hammamizni jannatlar bilan siylasin. Ushbu ro'za Ramazon oyi hammamizga barakatli va xayrli bo'lsin, ilohim. Hurmatli obunachilar, bugungi videomga sizlar bilan birgalikda pardamni almashtirmoqchiman. Mana pardam oppoq tulli, kuxnyamni pardasi oppoq tul. Shuni ertaga borib gulli olmoqchiman. Gulli tuldan olmoqchiman, ranglirog'idan. Shuni sizlar bilan birgalikda borib ko'ramiz, qilamiz. Ertaga ipodromga bormoqchiman-da, material olib kelib gulli tuldan olib qo'ymoqchiman. Shu bilan ertagacha, hurmatli obunachilar, ertaga bozor tushamiz, birgalikda boramiz. Men sizlarga anaqani ko'rsataman. Pardamni qanaqaligini, doim poslisini ko'rasizlar. Hurmatli obunachilar, shu bilan bugungi anaqamiz tugadi. Pardalar bo'yicha videom. Ertaga sizlar bilan birga boraman, bozordan sizlarga video tushiraman, video ko'rsataman. Birgalikda parda olamiz. Shunaqa. Mana bu doim posli qilamiz pardamni. O'zingizlar bahosini berasizlar. Qanaqa bo'lganini. Men endi nima deydi, sal gulliroq, qanaqaroq olmoqchiman. Kuxnya ham bu stolovoy joy. Bu stolovoy zona. Stolovoy zonadagi pardani alishtiramiz. O'zi ham 100 marta aytdim. Parda deb. Shunaqa. Ana hurmatli obunachilar, bugungi videom nihoyasiga yetdi. Ertaga bozorga ko'rishgunimizcha xayr. Ertaga bozorga boramiz sizlar bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.